Assalamu alaykum hurmatli tuzuklar. Biz bu haqda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi hurmatli Hidoyatullo O'g'izxon apandi bilan suhbat olib boramiz. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli Hidoyatullo bilan ziyoratimizni qabul qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Hidoyatullo shu albatta Suriya masalasi, Suriyada bo'layotgan urush necha yillardan buyon qanday shaklda davom qilyotdi. Shu Sumruq, yani oldingi kuni shu Hong Kongdagi Sumruq televiziya kanalining ziyoratini qabul qilgan Bashar Asad Suriya bilan Xitoy istixborot organlarining hamkorlik o'rnatib, ya'ni Shinjongdan Turkiyaga kelib, bu davlatdan Suriyaga kelgan Uyg'ur terrorchilarga qattiq zarb berganligini bu ziyoratda e'lon qildi. Shuningdek, Xitoyninki shu Suriyaninki Xitoy turishlik elchisi Imad Mustafa'mi Suriyada taxminan 5000 ga yaqin Uyg'ur terrorchining borligini ilgari surib bayonot bergan hamda shu bugungi kunda yillardan keyin bundaq bu shaklda ilgari 2015-yilda Turkiyani biroz Suriya hukumati qoralab shu Uyg'urlarni Turkiyadan yo'l qilayotganligi to'g'riliq Turkiyani qoralagan vaqtida Turkiya doiralari buning ayblashining hech qanday asossiz ekanligini bildirgandi. Bugün bunu Xitoyninki bu Hong Kongdagi televiziya kanaliga Basharning bundaq bir bayonot berishiga buni qanday tushunsiz, qanday qaraysiz? Bu Xitoyning taklifi bilan mi qilyotdi yoki qaysi shaklda tushunsiz buni? Xitoy uzun yillarga bo'lgan shu Suriya urushi qo'zg'algandan keyin Sharqiy Turkiston chet eldagi Sharqiy Turkiston mujohidasi berayotgan tashkilotlarning yo'lini to'sash, ularni bir qamal xalta ko'chaga ayirib qo'yish uchun nurg'un strategik harakatlarni olib bordi. Uning birisida sanoqsiz Uyg'urlarni Xitoyning zulmiga uchragan, Xitoy o'zi siqishtirib qochadigan yo'l topolmay majburiy jihatdan sirtqa chiqarish plani bilan nurg'un Uyg'urlarningki strategik ig'ir vaziyatlar beshidan kechirgan holda nurg'un bedeller bilan, qiyinchiliklar bilan davlat atlab 10 minglarcha kilometr safar qilib, darbadar bo'lib dunyoning har yeriga yeyilib ketishiga va ularning majburiy holda turadigan muqim yeri bo'lmagan holda mayli Suriya bo'lsin, shunday yerlarga ketib qolishiga istiqlik bir shaklda shu yo'llarga menib ketishiga Xitoy o'zi zamin hazırlab keldi. Xo'sh. Bu neticede bugün Xitoy Türkiye'ninki umumiylik şu O'rta Sharq rayonida yüz berayotgan hodisalarninki bugün çoğ davlatlar nisbatan bir meyli toplaydigan, o'zlarining nesibesini toplaydigan bir mavqega kelgan chog'da shunda vaziyatda Xitoyning bu sohaga O'rta Sharqqa destek kirishi uchun elib bağlan bir stratejik bir suikast planı. Bu hem O'rta Sharqda o'zininki ta'sirlik bir davlat ekanligini verdi bir rol o'zi chiqqan bir rolni ado qilishga kandidat ekanligini bildirish uchun elib bağlan bir harakat. Bunun emniyette Uyg'urlar bilan hech qanday munosabati yo'q, ammo zo'rlab Uyg'urlarni Suriyadagi jidalga, boshqa yerdagi vaziyat ahvollarga chetib turib Sünni bir şekilde ahir kıtım meyli Daesh olsun da başka teşkilatlarının Sünni bayanatları arkalık Şarkı Türkistan davasını dünya terör hareketinin bir partisi katarıga sıkıştırıp ekirip bu rayonda hem özünün məxsi yetiş O'rta Sharq sözünün təsirini özüge layık bir yer tutuş, stratejik bir orun tikleş. İkinciden bu yakilici arkalık çeteldeki Şarkı Türkistan davası için mücadele veriyorken teşkilatlarının yolunu tosaş, psikikilik cihetten, siyasi stratejik cihetten bularınki herkes dairesine tarayıp sıkıştırıp kıyın bir ahvalı koyuşunu niyet kıygan halde müşünde Sünni gün tertip payda kılıp mündət davranlarını silvatıdı. Biz bunu bu şekilde düşünüyoruz. Xo'sh, Hidoyatullo, ikkinchi bo'lib sizlar Turkiyada faoliyat olib berayotgan uzundan buyon bir tashkilot bo'lib o'tganlar bilan
Bulupmu yıllardan buyon nihoyatda kuchlanib, kundan kuniga kuchlanib davom qilayotgan, yani yuksalayotgan bir Sharq Turkiston siyosati, Sharq Turkiston masalasi Turkiyada mavjud edi. Bulupmu shu Reyna hujumidan keyin biroz Uyg'urlarga qaratilgan biroz bir salbiy narsalarning o'tirg'a chiqishi bilan ba'zi bir to'salg'ularga, ba'zi bir tövenge qarab mengishga uchirgandek bir ko'rinishlar bo'lgan deyman. Buni eng oxirgi vaziyat hozir qanday ketyapti? Sizlar albatta davlat bilan yaqindan ko'rishib munosabat o'rnatib kelyapsizlar. Sharq Turkiston da'vosi, Sharq Turkiston Uyg'urlar bo'layotgan muomala Turkiyada qanday bo'lyapti? Bu haqida biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz. Bu birinchisi yangi yilning birinchisi bo'lgan Rayna hadisi. Yalnız bu Uyghur, Sharq Turkistonlik Uyghur muhacirlarni ta'siriga olgan bir masala emas. Xo'sh. Turkiyadagi barliq chet ellik muhacirlarni, O'rta Osiyodan kelgan, ya'ni G'arb Turkistondan kelgan, boshqa balqonlardan kelgan, dunyoning har qaysi yerdan kelgan muhacirlarga, har qaysi yerdan kelgan muhacirlarni o'z ta'siriga olgan bir hodisa edi. Bu sebepten bu bir vaqtlik o'tkinch bir mesele qarab keldik. Allohga shukr, bugun vaziyat yaxshi, asta hamma narsa o'z real kelyapti. Chang to'zonlar to'plar o'zlariga qo'nyapti. Buningda kerakli bo'lgan kimlar shunday jinoiy ishlar bilan munosabat bo'lsa, kerakli tadbirlar davlat tarafdan inoatida, ama bu nuqtadan Sharqiy Turkiston xalqininki bevosita buning tahdidiga uchraganligi. Sharqiy Turkiston xalqi muhacirlar bu ishning hadisi deb ko'rsatish ham xatoti, shu kunmi xatoti, bugunmi xato, hem Türkiye'de biz ko'rishayotgan davlat rahbarlari olsun, siyosiy shaxsiyatlar olsun, xalq ichidagi ommaviy tashkilotlar, tanilgan shaxslar olsun, bu masalada Uyg'urlarninki inovatiniki, Uyg'urlarninki Sharqiy Turkiston masalasidagi bo'lgan talablarninki bu masalada izilib ketmaydiganligi. Bu masala asosida buni yo'q qilinib ketmaydigan bir haqiqiy bir da'vo ekanligini ifodalab kelyapti. Hozir bugun kunimizda bu o'tib ketgan oylar o'tmishdi qoldi. Bugun nihoyat yaxshi Turkiyada xalq ommasi tashkilotlar Uyg'ur jamiyat jamoatlarini ziyorat qilib o'tdi. Bizlarni berib kelyapmiz. Turkiya ichidagi yerlik xalq bilan bo'lgan faoliyat munosabatlarimizni kun sari taraqqiy qilyapti. Turkiyaning yerlik siyosiy ishlarida aralashayapmiz. Yani xalq Türkiye'nin güllenişiyle nima kerak bo'lsa, Türkiye'deki teşkilatlar qanday bir faoliyat ilib berayotgan bo'lsa, qanday bir vazifa tutayotgan bo'lsa, Türkiye'deki Sharqiy Turkiston jamiyat jamoat tashkilotlarimi shu nuqtada o'xshash harakat qilyapti. Hamma narsa normallashib qarab ketyapti. Endish qilgan, ansiraydigan bir narsa yo'q. Chunki Sharqiy Turkiston da'vosi bu sunniy bir da'vo emas. Bu 40 milyon xalqniki uzun yüzler asırlarca özüne idare qilib kelayotgan 68 yılını yağı Xitoy istibdodida asoratda yashayotgan bir haqliq bir da'vo bo'lganligi uchun bu da'vo bugun Türk xalq ommasi ichida qo'llab quvvatlanib, desteklanib kelyapti. Türk tashkilotlari hozir asta o'zlari Türkiston faoliyatini uyushtiryapti. Türkiye'nin her qaysi bunu ko'rgani bo'lyapti. Xo'sh. Buning uchun bugun Turkiya Uyg'urlar uchun yana o'z vatanidan qolsa, ikkinchi vatani xotirjamga faqatla qarindoshlarimizninki Turkiyaninki qonun qoidalari, urf odatlari, Turkiyaninki sezgur nuqtalari, siyosiy dikkat qilishlik Turkiyaninki qiyin ahvolda qilayotgan masalalar hamma narsani sezgirlik bilan kuzatib, shuning qarta harakat qilish talab qilinadi. Undan boshqa Sharqiy Turkiston muhojirlariga ham Sharqiy Turkiston davosiga nisbatan Turkiyada hech qanday bir qiyinchilik yo'q. Inshaalloh borgan sari yaxshilik bo'ladi. Rahmat, oxirida bir savol bilan tugtay. Endi sizlar Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bo'lib o'tganlar bilan
Türkiye'de şu 8 yıldan buyon Dünya Şarkı Türkistanlık qeyrindaşlık uçuruşu namida çoğun halkaralık bir faaliyetini elip beriyapsizlar. Ötken hafta 9. qıtımlık faaliyet ötküzüş hakkında Cemiyet Merkez'de yığın açılgan boldu. Şu yığında 9. qıtımlık açıldıgan bu yığındaki tafsilat hakkında gün tertipke geldiğini biz haberimiz bergen bolduk. Şunu sizin ağzınızdan bir tafsilatını anlasak, nerede açılmakçı, kandak faaliyetlerini uğurlaştırmakçı bu yılki planlarını? Biz Şarkı Türkistan Marif ve Emkarlık Cemiyeti her yılı 2009 yıldan itibaren 8 yıl o da bu qeyrindaşlık uçuruş faaliyetlerini elip beriyapmiz. Bunun yalğız Marif Cemiyeti emas, dünya marif qaysiyetli faaliyet elip beriyapkan bazı qeyrindaş cemiyetlerimizin var. Şuna bilen birge Türkiye'nin içinde Türkiye halk içinde tesir dairesi güçlük bolgan ammavi çoğun teşkilatlarının bu qeyrindaşlık uçuruşundaki faaliyetininki bir hisse, bir partisi bulup bunu birleştirip beriyapmiz. Bu yıl inşallah 9. qıtımlık qeyrindaşlık uçuruş faaliyetini elip berimiz. Her qıtım yığılışdaki temaları şu vaktinin zaman ve mekandaki ihtiyaçları, talep taqazaları gün tertipke qarta temalar şekillenip kelyapti. Uyghur halkınınki ihtiyaçlık bolgan, qiyin bolgan meselelerden hal bolmuş noktaları müzakere kılmagan wagtda bugünkü Şarkı Türkistan vaziyetinin halkaralaşkanlığı, özgürlükten dünya vaziyeti ve Şarkı Türkistan davasının stratejileri kanda bulaş doğruluk müşndak tedrici faaliyetler elip berildi. Bu yıl inşallah bugünkü vaziyetimize göre inşallah yaxşı bir mavzu tayarlanıptı. Yani 9. qıtımlık yığınga Şarkı Türkistan Marif ve Emkarlık Cemiyeti, Şarkı Türkistan qeyrindaşlık uçuruşu istişare heyet azalarının istişaresi ve kolluk kuvvetlisi bilen yanıla Türkiye meseleki dağınık halk meselesi tesir dairesi güçlük bolgan çoğun ammavi teşkilatlarının hemkarlaşıda inşallah bu 29. qıtımlık uçuruşumuzni inşallah muvaffaqiyatla ötküzüşünü ümit kılyapmiz, tayyorlik kılyapmiz. İnşallah en kısa zamanda bununki iciliş yerleri, mavzu temalar, qatarlık meselelerini yana bununki sohbetlerimizde qeyrindaşlarımız bilen, halkımız bilen bahsediyoruz. Köpten köp rahmet ziyaretimizi kabul kılganınız için rahmet sizge. Ben rahmet ettim. Rahmet sizge.